Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Ko'pchilik bizdan so'rashadi, ya'ni santexnikani narx-navosi qanaqa? Ya'ni topli pol kvadrat metri qanchadan? Bitta radiator tochkani narxi qanchadan? Yoki bo'lmasa suv tochkalar narxi qanchadan? Kanalizatsiya tochkalar narxi qanchadan deb so'rashadi. Bugun narx-navo haqida ma'lumot berishga harakat qilaman. Santexnika sohasi bo'yicha, ya'ni topli pol kvadrati, radiatorning narxi va kanalizatsiya tochka narxi, sovuq suv turbalar narx-navosi haqida ma'lumot berishga o'tishga harakat qilaman. Ma'lumot berishimizdan oldin ishimizga bitta baho beringlar o'zingizlar, qaranglar. Ko'rib bo'lgan maza qiladi. Yana metaloplast turbada emas, plasmas turbada qilingan. Hech mana shunaqa akkuratni ideal holatda turmoqda. Xo'p, nimadan boshlaymiz? Ko'rishingiz mumkin, radiatorimizni lukchovый sistemada radiator qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin, mana shu holatda radiatorimizga kollektor qo'yganmiz, mana shu holatda ketgan. Bitta tochkasi, mana shu radiator qo'yishimizning bitta tochkasi soniga qarab, yana takrorlayman, soniga qarab $40dan $60 qo'yamiz biz. Misol uchun bitta tochka radiator $40. Misol bilan mana shu xonamizga ikkita tochka radiator bor. $40-80 aylanmoqda. Ko'rayotgan bo'lsanglar, buning ichiga nimalar kiradi? Trassani ko'rishingiz, akkuratlik keladi, uyi, strava qilish hammasi ichiga radiator tochkamizni $40 $60 atrofigacha qo'yamiz tochkasini. Xo'p, topli polimizni kvadratiga kelayotgan bo'lsa, topli polimizni kvadrat metrini kvadratiga qarab $4dan $6 qilamiz. Ya'ni kvadrat metri misol uchun qilganmiz, yaqinda ham 1000 kvadratdan oshiq bo'ladigan bo'lsa $4 ham qilganmiz. Misol uchun 2-3 ming kvadrat bo'ladigan bo'lsa, kvadrat metri 100 kvadrat, 80-70 kvadrat bo'ladigan bo'lsa $6 ham qilganmiz. Misol 1 kvadrat topli polimizni $6 ham qilib berganmiz. $4-6 atrofida qilganmiz. Mana shu narsa ichiga kimdirlar misol uchun bu narsani $50 ga qo'ysa, biz ichiga qo'yib ketamiz. Akkaunt termostatdan joyini chiqarib ketamiz. Kanalizatsiya tochkalarimizning donasi, mana shu kanalizatsiya tochkamizning donasi bizda, endi biz asosan katta obyektga ko'proq qilamiz. Endi katta obyektga narx baribir tom tochkadan misol uchun 200 ta kanalizatsiya tochka bo'ladigan bo'lsa, suv tochkalar 300 ta bo'ladigan bo'lsa, baribir narx-navo sezilarli darajada pasayadi. Ya'ni suv tochkalarimiz donasiga endi aytuvdi $8 dan boshlanadi, $8 dan boshlanadi tochkasi, $12 gacha qilamiz. Suv tochka, mana suv tochkamizni va kanalizatsiya tochkalarimizni bitta donasi, misol uchun rakminaga e'tibor qaratinglar. Rakminaga bitta sovuq suv tochkamiz bu, bitta kanalizatsiya bu. Sredni $10 hisoblasak ham, mana shu joyimizga $30lik santexnika ish qilindi. Misol uchun unitazga ikkita $20 ish qilindi. Shunda $50 usta haqqi bo'ladi mana shu rakminaning unitazi o'ziga. Yana trapimizda bu misol uchun topli pol kvadrat metrni aytib o'tdim. Yana nimalar bor? Eng asosiy kerak bo'ladigan narsalar haqida ma'lumot berishga harakat qilaman. Topli pol kvadratini aytaman. Topli pol kvadrati $8 $12 gacha. Adashtiravering o'zim. $4 dan $6 gacha qilamiz. Topli polimizni, suv tochkalarimizni $8, suv kanalizatsiya tochkalarimizni $8 dan $12 gacha qilib beramiz. Joyiga qarab, soniga qarab qilib beramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Kollektorimiz alohida hisoblanadi, lekin $50 hisoblaymiz. Bitta kollektor, ikkita kollektor. Bitta kollektor topli polimizga, bitta kollektor radiatorimiz uchun qo'yilgan. Xuddi shuni ketaveradi. Lekin ishimizni qaraylik. Odam ko'rib maza qiladi haqiqatdan. To'g'rimi, nima deysizlar? Shunday holatda qilganmiz. Sanozilimizni bu joydan sanozilimiz bu. Sovuq suv bilan uzluksiz ta'minlab turish maqsadida kvartiramiz, obyektimizda kvartirada sovuq suv muammo. Sovuq suv bo'lmasa, suv ham bo'lmaydi. Sovuq suv hamda suvda umuman muammo bo'lmasligi uchun tepada bak qo'yib ketganmiz. Yana bir sanozilimizda qorong'u bo'lgani uchun ko'rsatmaymiz. Ko'rsatganimizdan tushunmaysizlar. Kuxnyamiz. Ko'rishingiz mumkin. Siralga tochka chiqarganmiz, rakminaga tochka chiqarganmiz. Radiatorlarimizni qo'yganmiz. Gap yo'q deydi-ku. Mana shunaqa holatda bo'lgan.
yana qanaqa santexnika bo'yicha narx navolar qiziq bo'layotgan bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Qo'ldan kelgancha javob berib o'tishga harakat qilamiz. Fikringiz biz uchun har doim qiziq.